Eng ajoyib joy mana bu joy, qarang. Bu sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Merojga chiqqanda Ibrohim alayhissalom aytgan ekanlar. Jannat juda ham vasi, juda ham keng. Ummatlaringizga mana bu ikki kalimani o'rgating. Ular shu kalimani o'qib jannatga o'zlarining daraxtlarini ekib olsalar degan ekanlar. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim deb aytsa dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Bu hadis sahih hadis. U uchun jannatda bir daraxt o'tirg'iziladi dedilar. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Mana shu kalima bilan jannatda bir daraxt o'tirg'izilar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, daraxtning ta'rifoti haqida aytib bering deganlarida, eng tez chopar ot o'sha daraxtning soyasida 100 yil chopsa ham soyasidan chiqib keta olmaydi deganlar. Alloh taolo hammamizni o'sha maqtalgan maqomiga, makoniga o'zi nasib qilgan bo'lsin, o'zi loyiq ko'rgan bo'lsin. Mana shu qilayotgan duolarimiz, ibodatlarimizning hammasida umidimiz Alloh taoloning rahmatini umid qilamiz. Alloh taolo bizlarni kechirishligini so'raymiz. Alloh taolo bizlarga rahim qilishligini duo qilib so'rab qolamiz.